Mana Spark mashinamiz kelgan. Mana shu orqasidan ozgina urilib, qirilib qolgan ekan mana shu joylari. Hozir mana yo'llarini shundan petni o'qib bo'yib beramiz. Mana bu yerda ozgina ezib qo'yish ichkariga kirgizib qo'yibdi ozgina. Bu yo'ni kley sistemada tortib tekis qilib chiqarib beramiz. Ozgina ichiga kirib qolgan. Holati. Mana shu cho'nqirchadan chiqarib beramiz. Kley sistemini tortib chiqarib beramiz. Polirovka bilan kraska uchun joylarga kraska yozib to'ldirib beramiz. Hozir endi bamper ishqilab, mana shu yerga betni sepib to'g'rilab beramiz hozir. Mana hozir bamperimizni 400 salida ishqilab tozalab oldik. Ana endi mana shu yerga shuni gruntovka sepib turib, keyin gruntovka qurgandan keyin ishqalab turib, mana shunda petni tushirib beramiz. Mana holati. Hozir silliq va tekis bo'ldi. İşimiz devam etyapti. Mana Spark'imizdan bitti. Yo'llarini polirovkalab qilib, metinalarini chiqarib berdik. Mana shu joyini mana petni o'qib sepib berdik mana. Chiroyli qilib berdik mana. Ana holati endi. İşimiz bitti. Mana endi egalariga topshiramiz mana holat.